Nega aynan sizda tizza artroz boshlandi? Ertalab uyg'onishingiz bilan tizzangizda g'ijirlash ovozi eshitilsa yoki zinadan tushganda bo'g'imlar og'riyotgandek tuyulsa, bu video aynan siz uchun. Oyoqni bukkaningizda g'ijirlash, uzoq o'tirib qolgandan keyin bo'g'imda qotish, shular sizda ham bo'lsa, demak tanangiz sizga avvalgidek xizmat qilmayapti. Ko'pchilik bu alomatlarni yoshga, charchoqqa yoki ob-havoga yo'yadi. Lekin aslida bu tananing jiddiy o'zgarishlarga bergan ilk belgisi bo'lishi mumkin. Sizda suyak yemilayotgani yo'q, lekin harakatda ishtirok etuvchi muhim to'qimalar, xiryash, mushak va bo'g'im pardalari noto'g'ri yuklama olayotgan bo'lishi mumkin. Tizza artrozi bu nafaqat katta yoshdagilarda, balki faol hayot tarzidan yiroqlashayotgan yoshlar orasida ham ko'payib borayotgan holat. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 365 milliondan ortiq odam tizza artrozi bilan yashamoqda. Ya'ni bu faqat qarigan odamlarga tegishli muammo emas. Demak, bu barchamizni qiziqtirishi kerak bo'lgan masala. Bu videoda siz artroz qanday boshlanishini va ortida qanday kundalik sabablar yotadi, qaysi harakatlar yoki odatlar muammoni tezlashtirayotganini va eng asosiysi bu jarayonni qanday to'xtatish va orqaga qaytarish mumkinligini bilib olasiz. Hammasi sodda, tushunarli tilda tushuntiriladi. Bor yo'g'i 10 daqiqada siz tanangizni qanday tinglashni va uning signallarini qanday to'g'ri tushunishni va eng oddiy harakatlar bilan og'riqni yengillashtirishni o'rganasiz. Videoning oxirida siz uchun 2 haftalik amaliy reja bo'ladi. Oddiy mashqlar, kundalik harakatlar va foydali tavsiyalar ekranda tayyor holda beriladi. Obuna bo'lib qo'ying, kerak paytda ochib ko'rasiz. Tizza artrozi bu shunchaki suyak yemirishi emas. Bu tananing kundan kunga, haftadan haftaga to'plab borgan yuki, noto'g'ri odatlar, harakatsizlik va zaiflashgan mushaklar yig'indisidir. Keling, eng ko'p uchraydigan va ko'pchilikka taalluqli bo'lgan 3 sababni hayotdan olingan misollar bilan tushunaylik. Birinchidan, yuk teng taqsimlanmayotgan bo'lishi mumkin. Har bir qadamda tana og'irligi tizzaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. 2005-yilgi ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, yurish paytida har 1 kilogramm ortiqcha vazn tizzaga taxminan 4 kilogramm yuk tushadi. Agar inson 5 kilogramm ortiqcha og'irlikka ega bo'lsa, bu har qadamda 20 kilogramm qo'shimcha bosim degani. Zinadan tushishda esa bosim yanada oshib, suyak va xiryash to'qimalariga ortiqcha zo'riqish keltiradi. Vaqt o'tishi bilan bu holat tizza bo'g'imining charchashi va shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, mushaklar yaxshi ishlamayotgan bo'lishi mumkin. Bel, son va panja atrofidagi asosiy mushaklar to'g'ri ishlamasa, og'irlik to'g'ridan-to'g'ri tizzaga tushadi. Kam yurish, ko'p o'tirish, faqat bir tomonga og'ib yurish, bularning barchasi mushakni zaiflashtiradi. Mushaklar zaiflashsa, ya'ni gipotonus holatida bo'lsa, og'irlik to'g'ridan-to'g'ri bo'g'imlarga tushadi. U shikastdan himoya qila olmaydi, ya'ni bo'g'imlarni yemirilishdan himoya qila olmaydi. Uchinchidan, tizza ichida tabiiy suyuqlik, bo'g'im moyi bor. U harakatni yengillashtiradi, to'qimalarni himoya qiladi. Lekin uzoq o'tirish, kam yurish, tanada suv kamligi suyuqlik miqdorini kamaytiradi. Quruq muhitda xiryash tez yemiriladi. Natijada harakatda g'ichirlash, qarsillash, og'riq paydo bo'ladi. Bu sabablarni deyarli har kuni kuzatishingiz mumkin. Ular oddiy tuyulsa-da, bee'tibor qolish mumkin emas. Endi esa oddiy testlar yordamida bu belgilarning qaysi biri sizda ko'proq namoyon bo'lishini aniqlashga harakat qilamiz. Tanangizni tinglang. Uy sharoitida 3 ta oddiy test yordamida o'zingizni tekshirib ko'ring. Artroz qayerdan boshlanishini va nima sababdan bo'lishi mumkinligini ko'rib chiqdik. Endi navbat tanangizni tinglash. Ya'ni sizda aynan qaysi sabab ko'proq namoyon bo'lyapti. Buni aniqlash uchun MRT yoki qimmat apparat shart emas. Oddiy uy sharoitida o'zingizni tekshirib, javobga yaqinlashish mumkin. Birinchi test. Stuldan turib o'tirish. Oddiy, orqasi to'g'ri stul bo'lishi kerak. Qo'llaringizni ko'kragingizga bog'lang va taymerni 30 soniyaga qo'ying. Shu vaqt ichida necha marta stuldan turib o'tira olishingizni sanang. 12 marta
va undan ko'p holat yaxshi. 8-11 marta mushaklar biroz zaiflashgan bo'lishi mumkin. 7 marta va undan kam tizzaga ortiqcha yuk tushayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi test. Bir oyoqda turish. Bir oyoqda turib, ko'zingizni yoping va qancha vaqtda muvozanatni ushlab tura olishingizni aniqlang. 10 soniyadan ko'p muvozanat yaxshi. 5-9 soniya tana sezuvchanligi pasaygan bo'lishi mumkin. 5 soniyadan kam panja, mushak yoki nerv faoliyatida uzilish bor. Uchinchi test. Tizzani yengil bosish. Oyoqni to'g'ri qo'yib, tizzangizni ustki qismiga ikki qo'l barmog'i bilan yengil bosim bering. Agar ovoz chiqsa yoki og'riq sezilsa, bu tizza ichida yallig'lanish borligidan bo'lishi mumkin. Natijalarni yozib qo'ying. Agar 3 ta testdan 2 tasida salbiy natija chiqsa, tanangiz sizga signal beryapti. E'tiborsiz qoldirmang. Bu testlar oddiy, hech qanday qo'shimcha asbob-uskuna talab etilmaydi. Eng muhimi, tanangiz qaysi jihatda qiynalayotganini bilib olsangiz, davolash usulini ham aniqroq tanlaysiz. Video davomida shu natijalar asosida qanday chora ko'rish mumkinligi haqida gaplashamiz. Yechim bor. Bosqichma-bosqich davolash, artrozni to'xtatish yoki yengillashtirish uchun eng muhim qadam to'g'ri va uzluksiz harakat. Lekin bu harakat yurish bilan cheklanmaydi. Bu muammoga bosqichma-bosqich va sizga mos tarzda yondashish kerak bo'ladi. Quyida biz siz bilan og'riqni kamaytirish, tizzaga tushayotgan bosimni kamaytirish va hayot sifatini oshirishga qaratilgan asosiy bosqichlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich tanani yengillashtirish. Ortiqcha vaznni kamaytirish, tizzaga bo'lgan bosimni kamaytirishning eng samarali usuli. Hatto 3-4 kilogramm ozishning o'zi bo'g'imga tushayotgan yukni 10-15 kilogramm kamaytirishi mumkin. Bu og'ir dieta emas. Faqat kundalik harakatni ko'paytirish va ovqatlanishda yengillikka e'tibor qaratish bilan amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqich mushaklarni faollashtirish. Bel, son va pancha atrofidagi mushaklar to'g'ri ishlasa, tizzaga tushayotgan yuk bir me'yorda taqsimlanadi. Bu mushaklarni uyg'otish uchun rezinka tasma bilan bajariladigan oddiy mashqlar yetarli bo'ladi. Har kuni 10 daqiqa shunday mashq qilsangiz, 2 hafta ichida farqni sezasiz. Uchinchi bosqich tekshiruv va shifokor maslahati. Agar og'riq to'xtamasa, shish yoki qattiq qotish sezilsa, shifokor ko'rigidan o'tish shart. UZI yoki rentgen orqali holat aniq baholanadi. Zarur bo'lsa, fizioterapiya kurslari belgilanadi. Qo'shimcha ravishda tabiiy giyohlar va vitaminlar tavsiya qilinadi. Bunda esa natija yanada tezroq ko'rinadi. Eng muhimi tanani jazolash emas, u bilan hamkorlik qilish. Tanangiz sizni tushunadi, agar siz ham uni tushunishni boshlasangiz. Artroz bu kechagi jarohat yoki bir kunlik harakat natijasi emas. Bu yillar davomida tanamizda jamlanib kelgan noto'g'ri odatlar, kam harakat, ortiqcha yuk va e'tiborsizlikning natijasidir. Shunday ekan, uni davolash ham bir kunda amalga oshmaydi. Buni bosqichma-bosqich hayot tarzi orqali tuzatish kerak. Ushbu videoda siz artrozga qarshi foydali kundalik harakatlar, shifokor tavsiyasini qanday odatlar bilan to'ldirish va eng muhimi o'zingizga mos, yengil va amaliy harakatlar rejasini qanday tuzishni bilib olasiz. Birinchidan, har kuni 8-10 daqiqa harakat tizza mushaklarini faollashtiradi va bo'g'imlarga tushadigan bosimni kamaytiradi. Ushbu jadvalda siz uchun kundalik mashqlar rejasini ko'rsatib o'tamiz. Ertalab 5 daqiqa yurish va 1 stakan suv ichish bu qon aylanishini faollashtiradi va metabolizmni, ya'ni moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Tushlik vaqtida stolga 10 marta o'tirib turish mushaklarni faollashtiradi va mustahkamlaydi. Bu esa tizzaga tushadigan bosimni kamaytiradi. Kechqurun tizzani shishgan joyiga 5-10 daqiqa muz qo'yamiz. Bu esa shishni kamaytiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. Har soatda atigi 1 daqiqa yurish yoki turish uzoq o'tirib qolishdan saqlaydi. Agar sizni ham tizza artrozi yoki bo'g'imlardagi og'riq bezovta qilayotgan bo'lsa va siz operatsiyasiz yechim izlayotgan bo'lsangiz,
ushbu raqamlar orqali bizlarga bog'laning. Savol va takliflaringizni izohlarda qoldiring. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi hafta ko'rishguncha xayr.